kirim qilinmagan tovarlar bo'yicha 1 milliardlik sud ishi. Holat qanaqa bo'lgan? Korxonaga soliq auditi tayinlangan. Tekshiruvchilar tekshiruvni amalga oshirib, Soliq kodeksining 223-moddasiga asoslangan holda kirim qilinmagan tovarlarni realizatsiya qilingan deb malakалab, tashkilotga 12% KKS va 20% moliyaviy jarima belgilashgan. Bu holatda tashkilot bizga murojaat qilganidan keyin biz tashkilotning moliya xo'jalik faoliyatini to'liq qayta tahlil qilib chiqdik va tekshiruv materiallari bilan tanishdik. Bu materiallarda Soliq kodeksining 156-moddasining 11-bandiga tekshiruvchilar tomonidan rioya qilinmaganligini aniqladik. Ya'ni qaysi tovardan bu 12% KKS va moliyaviy jarima kelib chiqqani dalolatnomada aks ettirilmagandi. Shu sababdan biz tekshirganimizda barcha tovarlar realizatsiya qilinganligini va asosiy tovar byut, ya'ni GTD bilan rasmiylashtirilgani aniqlandi. Shu sababdan biz sudga murojaat qildik va sudda o'z tahlilimizda asoslantirilgan holda sudga taqdim qildik va tekshiruvchilarga savol qo'yildi, qaysi tovardan bu 1 milliardlik summa yuzaga kelganligini so'ralganda tekshiruvchilar bunga javob berisha olmadi va keyingi protsessga sud vazifa qo'ydiki, tekshiruvchi buni aniqlab kelishi. Keyingi protsessda ham tekshiruvchilar tomonidan hujjatlar taqdim qilinmadi va shunga asosan sud ushbu qarorni haqq emas deb topdi. Buning natijasida tadbirkorga asossiz hisoblangan 1 milliardlik jarimani oldi olindi.